Boshlamoqchi bo'lgan qurilishingizda bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim 3 hujjat. Birinchi hujjat qurilishga ruxsatnoma. Bu hujjatsiz qurilgan har bir konstruksiya yoki inshoot davlat nazorat inspeksiyasi tomonidan to'xtatib qo'yilishi yoki buzilishi uchun ko'rsatma berilishiga asoslidir. Ikkinchi hujjat loyiha hujjatlari to'plami. Loyiha va smeta hujjatlarisiz qurilishni boshlash sifatning pasayishi va ortiqcha xarajatlarni keltirib chiqaradi. Sifatli hamda qisqa muddatda qurilishni yakunlash uchun har bir ish loyiha bo'yicha bajarilishi shart. Uchinchi hujjat bu yer uchastkasiga oid hujjatlar, mulk huquqi va yerdan maqsadli foydalanish toifasi. Bu hujjatlar mavjud bo'lmagan taqdirda sizni jiddiy muammolar kutib turibdi. Ya'ni qurilishingizni to'xtatilishi, buzilishi va katta miqdordagi jarimalar. Agarda sizni yuqorida ta'kidlangan hujjatlar bo'yicha muammo va kamchiliklar qiynayotgan bo'lsa, GST mutaxassislari hujjatlaringizni tahlil qilish va xavfsiz qurilish boshlashingizda amaliy yordam beradi.